Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Xabaringiz bor. Ayni paytda yurtimizda mavsumlar oralig'idagi tanaffus payti. Shu bois jamoalar tarkibida o'zgarishlar bo'lishi tabiiy. Albatta, Navbahor ham bundan mustasno emas. Yakunlangan mavsumda lochinlar sharafini himoya qilgan Umidjon Ergashev, Igor Gabriel, Augusto Pedro, Ryan Islamov, Guillermo Gudish, Julio Cesar, Jamshid Boltaboyev, Azimjon Ahmedov, Mirzohid G'ofurovlar Navbahorni tark etishdi. Biz mazkur o'yinchilarga Navbahordagi faoliyatlari uchun minnatdorchilik bildirib, keyingi faoliyatlarda omadyor bo'lishini tilaymiz, deyiladi Navbahor matbuot xizmati tarqatgan xabarda. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va eng zo'r to'purari Eldor Shomurodovning transfer huquqiga egalik qiluvchi Roma jamoasi joriy mavsumda yuqori o'rinlar uchun kurashayotgan bo'lsa-da, hujum chizig'ida juda katta muammolarga duch kelmoqda. Gianpiero Gasperini shogirdlari o'zlari g'alaba qozongan aksariyat uchrashuvlarda kichik farq bilan ustun kelgan. 11 ta g'alabadan 6 tasida 1-0 hisobda zafar quchgan. Mavsumning birinchi qismida yakunlariga ko'ra, jamoaning eng zo'r to'purari bo'lib turgan Matias Suli hisobda atigi 5 ta gol bor. Artyom Dobik va yangi olingan Evan Ferguson 2 tadan, Paulo Dybala 1 ta to'p kiritgan. Bu holatda ko'pchilik yozda Rimni tark etgan Eldor Shomurodovni esga ola boshladi. Nufuzli manbalardan hisoblangan Kalkiomercato.com o'zbek hujumchisining Turkiyadagi muvaffaqiyatlarini inobatga olgan holda Roma 30 yoshli to'purarni qaytarishi kerakligi masalasini ko'tarmoqda. Romaga markaziy hujumchi kerakmi? Eldor Shomurodovning bir o'zi Gasperinining hujumchilarini qo'shib hisoblaganda ulardan ko'p gol uryapti. O'zbekistonlik forvard Turkiya Superligasida shov-shuv ko'tardi va birinchi davra yakunlariga ko'ra liganing eng zo'r to'purariga aylandi. Roma uchun bugungi kunda asosiy transfer nishoni ilgari Boloniyada samarali o'ynagan Joshua Zirkzee hisoblanadi. Gollandiyalik hujumchi Rimga kelishga rozilik bergan klub yanvarda uni Italiyaga qaytarish uchun Manchester klubiga taklif yubordi. Rimliklar bu bilan cheklanib qolmaydi. Roma shu yoz Napolidan Madridga yo'l olib, Atleticoga qo'shilgan Giacomo Rasparadirini ham Diego Simeonedan qaytarib olishga harakat qilmoqda. Bu ikki transfer gol urishga qiynalayotgan jamoaga katta universallik berishi kutilyapti. Ayni paytda jamoa tarkibida Gasperini ixtiyorida ikki markaziy hujumchi Evan Ferguson va Artyom Dobik bor. O'tgan mavsum Romada javlon urgan Eldor Shomurodov esa hozir Turkiyada yuqori samaradorlik ko'rsatyapti. Endi barchasini ketma-ket ko'rib chiqaylik. Yozda Roma Shomurodovning keyinchalik sotib olish huquqi bilan Istanbul Başakşehirga bir mavsumga ijaraga berdi. Shu tariqa o'zbek hujumchisining ijarasi Başakşehirga 3 million yevroga tushdi. Markaziy hujumchini to'liq sotib olish huquqi esa yana 2 million 800 ming yevroga baholangan. Bu huquq qishki transfer oynasidayoq kuchga kirishi mumkin va mavsum yakunida agar turk jamoasi ayni paytda ligada 23 ochko bilan 7-o'rinda Superligada qolishni ta'minlasa, u majburiy xaridga aylanadi. Xo'sh, bu holat Romani afsuslanishga majbur qilishi mumkin. 2025-yilni Eldor Shomurodov Turkiya Superligasining eng yaxshi to'purari sifatida yakunladi. Uning hisobida 17 ta o'yinda 12 ta gol bor. Ushbu o'yinlarning barchasida u asosiy tarkibda maydonga tushgan va jami 1530 daqiqadan atigi 33 daqiqani o'tkazib yuborgan xolos. Eng hayratlanarlisi shundaki, 12 ta gol bilan Shomurodov hozirgi Roma hujum chizig'ining barcha vakillari urgan gollarni qo'shib hisoblaganda ulardan ko'p to'p kiritgan. Agar Rim klubi hujumchilarining nafaqat A Seriya, balki barcha musobaqalardagi 22 ta o'yinda urgan gollarni qo'shib hisoblasak ham vaziyat katta farq qilmaydi. Xususan 22 ta uchrashuvda Matias Sulining 5 ta, Evan Fergusonning 3 ta, Artyom Dobik va Paulo Dybalaning 2 tadan, Stevan Al-Sharaviyning 1 ta golini qo'shib hisoblasak ham jami 13 ta to'p kiritilgani aniq bo'ladi. Bu esa Shomurodovning bir o'zi Turkiyadagi faoliyatining urgan gollardan atigi bittaga ko'p. Shularni inobatga olib, bosh murabbiy Gianpiero Gasperini sport direktori Massaradan qishki transferlar oynasi arafasida bu hujumchini so'ragani bejiz emas. Gruziyalik tayanch yarim himoyachisi Mixail Bashilishvili Surxonga o'tmoqda.
Tomonlar o'zaro kelishuvga erishgan. Bu haqda Tolibjon Qosimov o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Gruziyalik yarim himoyachi 2025-yil Gruziya chempionatida 22 ta uchrashuvda maydonga tushib, 5 ta gol urgan va bitta assist qayd etgan. Transfermarkt nashri futbolchini 100 ming yevroga baholagan. Gruziyalik Nika Kachavara faoliyatini yurtimizda davom ettirishi mumkin. Deyarli 2 metr bo'lgan hujumchi yangi mavsumni Buxoroda o'tkazishi mumkin. Ma'lumot uchun 31 yoshli hujumchi Gruziya terma jamoasining sobiq hujumchisi hisoblanadi. U terma jamoa safida 24 ta bahsda maydonga tushib, 3 ta gol urgan va yana 2 ta golga assistlik qilgan. Hujumchi o'tgan mavsum jami 35 ta uchrashuvda maydonga tushib, 5 ta gol urgan. Qizilqum matbuot xizmati 4 futbolchi jamoadan ketganini ma'lum qildi. Yakunlangan mavsumda jamoamiz tarkibida to'p tepgan bir necha futbolchilarning shartnomasi o'z yakuniga yetdi. Darvozabon Sanjar Quvvatov, himoyachilar Dushan Miyich, Dilshod Komilov, yarim himoyachi Farhod Bekmurodov bilan tuzilgan mehnat shartnomasi yakunlangani bois ular faoliyatini boshqa jamoalarda davom ettirishadi. Mazkur futbolchilarning keyingi faoliyatlarida omad tilab qolamiz. Barchasi uchun rahmat deb yoziladi klub bayonotida. Dilshod Komilov Navbahorga o'tib bo'ldi. Sanjar Quvvatov esa yangi mavsumni Paxtakorda boshlashi kutilmoqda. O'tgan mavsumning ikkinchi qismini Sho'rtanda o'tkazgan Po'latxo'ja Xoldirxonov kelasi mavsumda yana vodiyda davom ettirishga yaqin. Hujumchi Andijon bilan shartnoma imzolashga yaqin deb xabar bermoqda Nazrulla Saydullayev. Eslatib o'tamiz, Xoldirxonov o'tgan mavsum Superligada 22 ta uchrashuvda maydonga tushib, 8 ta gol urgandi. Manchester City va Chelsea Angliya chempionati doirasida bugun 2026-yilning 4-yanvar kuni o'zaro bahs olib boradi. Mutaxassislarning fikricha, bo'lajak uchrashuvda Manchester City yaqqol favorit hisoblanadi. Mezbonlarning g'alaba qozonish ehtimoli 59,2%. Chelseaning g'alabasi esa 19,7%. Durang natija esa 21,1% deb baholanmoqda. Jamoalar so'nggi bor 2025-yil 25-yanvar kuni to'qnash kelishgan bo'lib, o'sha uchrashuvda Manchester City 3-1 hisobida g'alaba qozongan edi. Manchester Cityning taxminiy start tarkibi quyidagicha: darvozada Donnarumma, himoyada Nunish, Diash, Gvardiol, O'Reilly, yarim himoyada Silva, Rodri, Rangers, hujumda esa Sherki, Foden, Hollandlarni tashkil etadi. Taxminiy tarkiblarga ko'ra ushbu o'yinda hamyurtimiz Abduqodir Husanov asosiy tarkibdan joy egallamagan.